Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Toshkent shahar sport boshqarmasining yil sarhisobi 2025 eng yaxshilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir davomida Toshkent shahrida sport sohasida faoliyat yuritib kelayotgan yilning eng yaxshilari sport boshqarmasi tomonidan e'tirof etildi. Shuningdek, sport sohasi rivoji yo'lida xizmat qilayotgan faxriylar va chempionlar taqdirlandi. Dastlab shu haqda. Mamlakatimizda sportga berilayotgan e'tibor tufayli bugungi kunda sportchilarimiz nafaqat respublika balki xalqaro miqyosda o'tkazilayotgan ko'plab yirik musobaqalarda eng yuqori natijalarga erishib kelishmoqda. Birgina Toshkent shahri sportchilar misolida oladigan bo'lsak, poytaxtimiz yoshlari tomonidan respublika hamda xalqaro arenalarda bo'lib o'tgan nufuzli hamda yirik musobaqalarda 12 mingdan ziyod medallar qo'lga kiritildi. Samarali mehnat qilgan hamda jamg'armamizni turli darajadagi medallar bilan boyitgan bir qator sportchilar, murabbiylar, hakamlar, qolaversa sport tashkiloti vakillari alohida e'tirof etilishdi. Toshkent shahar sport boshqarmasi tomonidan yil davomida yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha, qolaversa sport infratuzilmasini yaxshilash hamda sportchilarning muhim musobaqalardagi ishtiroklarini ta'minlash borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Yil sarhisobi 2025 da qisqa bir yil ichida ulkan g'alabalarni bizga taqdim etgan sportchilar, murabbiylar, sport tashkilotlari mutasaddilari jam bo'ldilar. Marosimda 2025-yilda faol mehnat qilgan soha fidoyilari alohida e'tirof etilishdi. Dastlabki mukofotlar jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qo'shayotgan ulkan hissasi uchun nominatsiyasi bo'yicha soha fidoyilariga topshirildi. Albatta, bugun juda chiroyli tadbir tashkil etildi. Biz bundan juda xursandmiz. Har bitta sohada mana o'zlarining xabarlaring bor, islohotlar davom etmoqda. Mana shu qatori sportda ham juda katta ishlar amalga oshirilmoqda yurtimizda. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bir qancha sharoitlar yaratib berilmoqda. Bundan oqilona foydalangan holda yil davomida mehnat qildik. Yuqori natijalarga erishish maqsadida, yurtimizni oldida ishonchini oqlash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirdik. Mana bugungi bo'layotgan tadbir har bir shu yil davomida olib bo'lgan yutuqlar, ishlarimiz, natijalarimiz va yo'lga qo'yilgan kamchiliklar barchasi sarhisob qilindi. O'zimiz uchun ham bir qanaqadir kayfiyat paydo bo'ldiki, qilingan ishlarimiz baholandi. Rahmat avvalambor shu rahbariyatga. 2025-yil sarhisobi bo'yicha Jahon va Osiyo musobaqalarida sportchilarni tayyorlashda mehnat qilgan hamda ularni g'olib bo'lishga o'z hissalarini qo'shgan murabbiylar ham taqdirlanishdi. Unga ko'ra, ayollar kurashi bo'yicha trener Uljan Tajmuratova eng yaxshi ayol murabbiy, boks bo'yicha trener Akmal Hasanov esa eng yaxshi erkak murabbiy deb e'tirof etilishdi. Bu menga juda katta kuch bo'ldi, chunki 2026-yil oldimizda juda ko'p katta xalqaro musobaqalar, Osiyo o'yinlari musobaqalari bor. Xudo xolasa shogirdlarimiz bilan mehnat qilib, yurtimizni bayrog'ini baland ko'tarib, xalqimizni, yurtboshimizni xursand qilib, xudo xolasa Los-Anjelesda ham oltin medal bilan shu Javohir Umataliyev shogirdim eng yaxshi sportchi va men eng yaxshi murabbiy bo'ldik. Xudo xolasa 2028-yilda Los-Anjelesda bo'ladigan Olimpiadadan oltin medal bilan xalqimizni, yurtboshimizni xursand qilamiz. O'zbekiston jamg'armasini turli darajadagi medallar bilan boyitishga parasportchilar ham o'zlarining ulkan hissalarini qo'shib kelishyapti. Yaqindagina Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo'lib o'tgan yoshlar Parosiyo o'yinlarida erishilgan natijalar bu yo'nalishda ham ulkan ishlar amalga oshirilayotganini yana bir karra namoyon qildi. Marosimda para yengil atletika bo'yicha trener Murodjon Eshmurodov parasport turlari bo'yicha eng yaxshi murabbiy nominatsiyasida maxsus mukofotni qabul qilib oldi. Birinchi mukofotim trener sifatida juda xursandman. Mana shu para yengil atletika sport turida faoliyat yuritib, ustozlarimiz mana shu sohaga bizni olib kirgan, qo'limizdan ushlab, pand nasihat berib, mana shu yo'lga olib kirgan. O'zi para sport turlari bilan ishlash bu oson emas. Ulardagi o'sha ruhiy kechinmalar, psixologik jihatdan ham siz psixolog bo'lishingiz kerak, ham siz jismoniy tarafdan murabbiy bo'lishingiz kerak. Mehnatimizni shunaqa yuqori baholaganligi uchun Toshkent shahar sport boshqarma boshlig'imizga hamda barcha yuqori mutasaddi tashkilot rahbarlariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Milliy kurash bo'yicha trener Jonibek Muqimov milliy sport turlari bo'yicha eng yaxshi murabbiy deb topildi. Yilning eng yaxshi erkak sportchisi mukofoti boks bo'yicha jahon chempioni Javohir Umataliyevga topshirildi. Yengil atletika bo'yicha yoshlar Osiyo o'yinlari g'olibi Anastasiya Silchenkova esa yilning eng yaxshi ayol sportchisi nominatsiyasida g'olib deb e'tirof etildi.
Hamma yangi yil kirishdan oldin yaxshi niyatlar bilan boshlaydi. O'sha niyatlarimni ko'piga erishdim deb o'ylayman. Yoshlikdan havas qilib kelamiz akalarimizga. Nafaqatgina chempion bo'lish, yaxshi inson bo'lish, yaxshi sportchi bo'lish. Mana hozir eng yaxshi sportchi nominatsiyasi berildi. Bundan juda ham xursandman. Bu men uchun yana ham motivatsiya bo'lib, yana ham dalda bo'ldi. 2025-yilda samarali hamkorlikni amalga oshirgan, shuningdek Toshkent shahrida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, professional sportchilarni tayyorlashga qo'shgan munosib hissasi uchun O'zbekiston voleybol federatsiyasi, Respublika olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi, Bahodir Jalolov nomidagi boksga ixtisoslashtirilgan sport maktabi, Respublika velosport mahorati maktabi vakillari ham mukofotlarni qabul qilib oldilar. O'tkazilayotgan sport musobaqalari va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarini keng yoritish orqali sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga, shuningdek yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularni sport sohasida qobiliyatlarini namoyon etishlari uchun zarur sharoitlar yaratish, sport infratuzilmasini yaxshilash va sport maktablarining moddiy texnik bazasini mustahkamlashga qo'shayotgan munosib hissasi uchun yana bir qator sport fidoyilari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ham alohida e'tirof etilishdi. Sport oddiy tuyulishi mumkin, lekin buni orqasida o'sha g'olib bo'lish uchun ancha mehnat yotadi. Muhtaram yurtboshimizga mingdan-ming rahmat aytamiz. Yoshlarimizga hozirgi vaqtda shunaqa imkoniyatlar yaratib beryaptilarki, kim sportchi bo'lishni xohlasa, hozirgi vaqtda hamma imkoniyat bor. Mana hozir yana bitta qaror imzoladilar. Toshkent shahrining o'zida 2026-yili 23 ta sport obyekti yana qo'shimcha quriladi. Bu ham o'sha yoshlarimizga bo'lgan katta imkoniyat, sportni yanada rivojlantirish imkoniyat bo'ladi. Biz yoshlar faqat bundan unumli foydalanib, yana yurtimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishimiz kerak deb o'ylayman. Men o'sha axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish sohasida, sport sohasida faoliyat yuritaman. Biz xursand bo'lamiz sportchilarimiz shunaqa natijaga erishgandan. Bizga yanada bizga bu narsa dalda bo'ladi. Keyingi yillarda ham, bundan keyingi yillarda ham jahon arenalarida xudo qolsa sportchilarimizni bayrog'imizni yuqorida ko'targan holda ko'rishni tilab qolamiz. 2026-yilda tashkilot o'z oldiga yanada ko'plab vazifalarni bajarishni maqsad qilib qo'ygan. Asosiy e'tibor sport inshootlarini barpo etish, yoshlarga jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish uchun sharoitlarni yanada yaxshilash va albatta ular orasidan iqtidorlilarini saralab terma jamoalarga jalb qilishga qaratiladi. Bu borada ularga omad va muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tilaymiz.